plus 90 fps 128 GB pamyat narxiga kelgan bo'lsa, narxini $310 qilib 3. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaqinda video chiqarganda iPadlarimizning obzorlarini qilib berdik. U iPadlarimizning ko'pchiligi 50% sotilib ketdi. Yangi tovarlarimiz keldi. Yana narxlar bilan tanishtirib o'taman. Zo'r modelda keldi sizlar uchun, okalar. Bundan keyingi video Telegram kanalim chiqadi. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, shu hamma iPadlarimizni vaqtida ko'rasizlar, vaqtida xarid qilsanglar bo'ladi, okalar. Boshlang'ich to'lovsiz nasiyalar ham bor. Telegram kanalimizda kommentariy bo'limiga o'tsanglar, Telegram kanal ssilkasi bor. O'sha yerda hammasi bilan tanishib olsanglar bo'ladi. 12 ta viloyatga boshlang'ich to'lovsiz rasulchka bor. Telegram kanalida okalar zakrepada shartlarini ko'rib olsanglar bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdi. Mana shu hamma iPadlarni YouTube'da ko'rayotgan iPadlarni mana Telegram kanalimizga qo'yamiz. Fonarena o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana ssilkalari kommentariyada qoldiraman. Bugun kelgan hamma iPadlarni bugun qo'yib chiqqanmiz. Okalar, birinchilardan bo'lib Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, ko'rib o'tirasizlar, okalar. iPadlarning hamma narxlarini o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Okalar, birinchi bo'lib ko'rsatilgan telefon iPadlarim hozir bilsanglar kerak, yaqinda o'qish boshlanadi. Talaba akalarimizni, maktabda o'qigan ukalarimizga zo'r iPadlar kelgan bizga. iPad A16 degan modelda kelgan. Okalar, yangisining narxi Apple Store o'zida oshib ketdi. $449 dan sotilyapti hozir Apple Store o'zida. Korobkalari bor, hammasida ko'rsanglar bo'ladi, okalarni. Korobkalarni yig'ib qo'yganmiz. Idealniy holatda turibdi. Xo'sh, birinchi ko'rsatilgan iPadim iPad A16, batareya yomkisi 100, okalar. Bunaqa klaviaturalari ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Batareya yomkisi 100, 109 marta zaryadka bo'lgan, va bunaqa klaviaturasi ham bor. Ko'rib turganingizdek, Bluetoothdan ulab olasizlar, zaryadka qilinadi klaviaturasi отдельно. Klaviaturada dalshi ishlasanglar bo'ladi. Okalar, xohlasanglar yozasizlar, pechat, xohlasanglar o'ynaysizlar, okalar, любой payt klaviaturadan olib dalshi iPadda o'zini ishlatib ketaversangiz bo'ladi. Buni narxiga kelgan bo'lsa $379 bo'lyapti. Batareya yomkisi 100 ligi, okalar. Korobka dokumentlari bor, klaviaturalari bor. Yomkisi 100. Korobkalari mana. Okalar, keng ko'rsatilgan iPadim xuddi o'sha A16 256 talik. Pamyati kimga ko'proq pamyat kerak bo'lsa, 256 talik ham kelgan. Buni batareya yomkisi 90, pamyati 256 talik. Buni yangisi okalar $550 bo'lyapti. $550 dash undan ham tepa bo'lyapti. Okalar, biz sizlarga ushbu iPadni $380 ga beraveramiz. Ko'rib turganingizdek, $170 yangisidan arzonga sizlarga A16 qilib beramiz. Okalar, maliga kelib aylanib ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolisa iPadlarning eng arzon narxi bizda. Hammasini aktual narxini ko'rish uchun Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Bugun mana shanba 22-avgust kuni videomiz, lekin bu iPadda shu kuni ertalab qo'yilgan. Keyingisi ham yana A16, ya'ni ikkita A16miz bor. Arzonroq A16 kerak bo'lsa, talaba aka-ukalarimiz uchun yoki singillarimiz uchun zo'r A16 bor. O'qishingiz uchun mazza qilib ishlatasizlar. PUBG'da 120 dema 60 FPS ochadi, o'qishingiz ham zo'r. A16ning 88 yomkisli ham bor. Buni ham korobka dokumenti bor, okalar. 128 GB pamyat narxiga kelgan bo'lsa, narxini $310 qilib beramiz atigi, okalar. Arzonchi dars uchun, o'qish uchun yoki dars berish uchun yoki ingliz tilidan dars bergan okalarimiz uchun juda ham zo'r iPad. Yangisi okalar aytib o'taman $450 bo'lyapti. Biz sizlarga chiroyli narxdan qilib beramiz. Va yana bittasi bor, okalar, 12893 yomkis A16 korobka dokumentli. Buni narxini okalar $350 qilib beramiz. Korobka dokumenti bor, 93 yomkis, idealniy holatda turibdi A16larimiz. Ishlatilgan iPadlarimizga 60 kun garantiya beramiz. Okalar, yangi iPad olsanglar 1 oy berishadi, biz sizlarga ishlatilganiga 60 kun garantiya beramiz. Agar pulingiz yetmasa, rassrochka ham qilib beramiz. Pasportinglarni tekshiramiz, Telegramimizni bizga tashlab olsanglar pasportinglarni tekshirib berib, rassrochka chiqadi yoki chiqmaydi, sizlarga yetib o'tib ketamiz. 19 yosh bo'lsanglar bo'ldi, okalar. Bular A16 edi. Keyin ko'rsatilgan okalar planshetimiz Xiaomi Pad 7. Moshniy planshet bo'ladi. Ekranlari 120 Hz, PUBG'da 90 FPS stabilni ochib beradi. Narxi juda arzon, $235 ga qilib beramiz. Okalar, original chexollari ham bor, uni ham qo'shib beramiz. Mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Eng qizig'i, okalar, yomkisi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Hozir mana yomkisi bu planshetimizning 100 ekan, 72 marta zaryadka bo'lgan, okalar. Idealniy holatda turibdi. PUBG'da 90 ochib beradi. Xohlasanglar PUBG'sini ham ko'rsatib beraman. Kirib turaveradi. Ungacha boshqa iPadga o'tamiz. Keyingi iPadimiz okalar, iPad Pro M1 12.9 dyumli traderlar uchun juda ham zo'r. Trader va dars beragan. PUBG'da streamerlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan muxlislarimizga ham juda ham zo'r. iPad Pro 12.9 M1 bo'ladi. Okalar, M1 chip. Hozir ko'rsataman. Aytib o'tib ketaman. M4 gacha bo'lgan iPadning hech qaysida ichida yomkisini ko'rsatmaydi. Bizlar kompyuter orqali tekshirib sizlarga yomkisini aytamiz. Buni yomkisiga kelgan bo'lsa, yomkisi 88 edi, 128 pamyat, mana 5-pokoleniya M1 bo'ladi, okalar. 12.9 dyumli. Ekranlari mini LED ekran bo'ladi, okalar. AMOLEDga o'xshab ishlaydi. PUBG'da stabilniy 120 FPS ochib beradi. Narxiga kelgan bo'lsa, narxini $510 qilib beramiz, okalar. Mana bunaqa folio chexollari ham bor.
Chexol bilan kitobga o'xshatib ishlatsanglar bo'ladi, okalar. Mana bunimiz ungacha PUBG ga kirib turibdi, okalar. PUBG sini ham sizlarga tekshirib beraman-da. Xo'sh, M12.9 M1 ni ko'rsatdim. Kelgan okalar zo'r narsalar bor. Hali ko'rmagansizlar. Hech qaysi YouTube kanali o'zbek auditoriyasi sizlarga ko'rsatmagan narsalar kelgan. Vichur Pro XR degan AR ochkilarimiz ham bor, okalar. Buni notebookda, kompyuterda ishlamoqchi bo'lgan okalar ishlatsa bo'ladi. Kompyuterga bitta to'lab olasizlar, ochkini taqasizlar, o'zingizlarning oldida 135 jumli ekran paydo bo'ladi. 4 ta 5 ta ekran ochib qo'yib, kompyuter klaviaturasidan ishlataverasizlar. Ekranni ishlatmaysizlar, oldingizda kattakon panorama displey bo'ladi. 4 ta displey yonma-yon qo'yib, bittasida video qo'yib qo'yasizlar, bittasida ishinglarni ko'rasizlar, bittasida Telegram ochib qo'yib ishlaverasizlar bo'ladi. Vichur Pro XR ko'rsanglar bo'ladi, okalar. PUBG ni ham shu orqali o'ynasanglar bo'ladi. Narxiga kelgan bo'lsa, bular $280 bo'lyapti. Keyin Xreal o'zim ishlatib ko'rgan edim. Instagram obunachilarim bilsa kerak. Xreal Air 2 Pro degani ham bor, hamda yangi holatda turibdi, plyonkalarda. Buni narxini okalar $350 qilib beraman. Yangisi $550-600 dan sotilyapti. Hali O'zbekistonda bunaqa ochkilar juda ham kam yo'q. Mana planshetimiz ham PUBG ga kirdi. Mana Xiaomi Pad 7. Hozir qayerdan edi mana? Settings grafikadan ko'rsanglar bo'ladi. Okalar mana Extreme Plus 90 FPS ochib beradi. 90 FPS da arzon. Narxi $235 bo'lyapti. Keyin ko'rsagan modelim okalar M2 ni eng arzoni kelgan. Bizga bunaqa original klaviaturalar bilan ko'rsanglar bo'ladi. Klaviaturasida sal charchagan, lekin original klaviatura. Buni Bluetooth orqali ulamaysizlar, shunda iPadda chiqarsanglar bo'ldi. iPadda o'zini dalsh ishlataverasizlar. Agar klaviatura kerak bo'lsa, klaviaturaga ulab, dalsh yana mana sensorlarni ham ishlaydi, ko'p turganinglarda mana. Mishkasi chiqib turibdi. Bundoq qilib jestlar bilan ishlatsanglar bo'ladi. Bundoq qilsanglar mana klaviaturasi ham ishlaydi. Xo'sh, bunga kelgan bo'lsa, okalar, buni narxini, iPadning narxini, iPad Pro M2 128 GB pamyat, 85 ohms, $469 общий qilib beramiz. Mana buni qaranglar, PUBG da ko'rsatib beraman sizlarga. Sozlamalarga o'tdik, grafikaga o'tdik mana. Ultra Extreme, ya'ni 120 FPS ochib beradi. Narxi $469 bo'lyapti. Rassrochkaga ham xarid qilsanglar bo'ladi, okalar. Buni joyiga qo'yib qo'yamiz. iPadlarimiz juda ham tez ketadi. Keyin okalar iPad sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga aloqaga chiqaversangiz bo'ladi. 12 ta viloyatdan hamma iPadlarni sotib olamiz, okalar. O'sha viloyatingizlarda telefonchilardan ham qimmatroq olamiz iPadlarni kerak bo'lsa, okalar. Bizga Telegramdan yozsanglar, rasmlarni tashlab bersanglar, narxlab beramiz. Xohlasanglar ishonchli taksilardan, xohlasanglar BTS pochtadan chiqazib yuborsangiz, biz xarid qilib sizlarga klikdan o'tkazib yuboramiz. Keyin ko'rsagan modelim Mini 6. Juda ham hadavoy, juda ham ko'p so'ralgan korobkalari bor Mini 6 miz. Korobka dokumentlari ham bor. Yomkisi 92, 64 GB pamyat, PUBG da 120 FPS ochadi. Juda ham kompaktni, qulay iPad. 120 dorimi 60 ochadi, okalar, 60 stabilni. Agar adashgan bo'lsam yozib ketinglar. 60 FPS stabilni ochib beradi. Kichkina ekran maza qilib o'ynashinglarga, okalar. O'qishinglarga ham olsanglar bo'ladi. Kichkina barsetkalarga siqada olib ketaverasizlar, o'qishda bundoq olib chiqib o'ynab yoki darsinglarni qilib ishlatasizlar. Narxiga kelgan bo'lsa $259. Rassrochka ham bor. Mana shu kichkina planshetni rassrochkaga xarid qilib ketsanglar ham bo'ladi. Okalar, faqat do'konimizga kelishinglar kerak. Do'konimizga kelsanglar, rassrochka nasiyani qilib beramiz. Narxi $259, okalar. M2 ni bizdan yangisini ko'p so'rashgan edi. Yangisi yo'q edi. Bizga bitta zo'r keldi. Attiga 3 marta zaryadka bo'lgan, batareya yomkisi 100, korobka, dokument, full komplekt, zaryadchilari bor, ideal holatda iPad Pro M2 keldi. Okalar, ko'rsanglar bo'ladi. Attiga 3 marta zaryadka qilingan ekan, mana. 4-pokoleniya degani M2, okalar, adashmanglar. Bir xil M4 deb o'lkisda sotyapti, ishonib qolishingiz mumkin. Bu M2 bo'ladi. Narxiga kelgan bo'lsa, narxini $589 qilib beramiz, okalar, zo'r narxda qilib beramiz. Rassrochkaga xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Ideal holatda attiga 3 marta zaryadka bo'lgan. Xohlagan joylardan tekshirib olsanglar bo'ladi, okalar. Buni joyiga qo'yamiz. Keyingi iPadimiz M2 larning jinnilariga ham mana buni qaranglar, okalar. 1 terabaytli sim kartali imeykalari o'tgani kelgan. Menimcha butun umringizda, yoshingizga yetganda videolarni sig'dirsanglar bo'ladi, okalar. 1 terabayt xotira. Men o'zim telefonim 256 ni hali to'ldira olmadim. Ekrani 12.9 bo'ladi. M2 mana 6-pokoleniya deb yozib qo'ygan. 1 terabayt xotira. Streamerlar uchun juda ham zo'r. Videolarni yasaysizlar, YouTube'ga qo'yaverasizlar yoki trader okalar uchun ham pamyati juda ham katta, 1 terabayt. Sim karta qo'ysanglar ham bo'ladi, sim kartani ishlata olasizlar. Narxi okalar $749 bo'lyapti. Rassrochka bor. M2 larni okalar o'tgan videoda 512 256 ko'rsatdi, 512 ketdi, 256 qoldi. 256 lik korobkali 85 ohms M2 mizda bor. Okalar, buni narxiga kelgan bo'lsa $640 bo'lyapti. M2 256 90 ohms ideali bor. Buni narxiga kelgan bo'lsa $650 bo'lyapti, okalar. 120 FPS stabilni ochib beradi. 10 soat o'ynasanglar ham 120 FPS da o'ynaysizlar, okalar.
Keyin ko'rsatganim M4lar. Okalar yangisi $1200 bo'lib ketdi, lekin biz sizlarga 99 yomkis ko'rsanglar bo'ladi. 99 mana ichidan ham ko'rsataman. Atigi 75 marta zaryadka bo'lgani, 2 oy ishlatilgan, 2 oy ishlatilganini $900 ga beraveramiz. Yangidan $300 arzonga M4 xarid qilib ketasizlar. Korobka dokumenti bor, okalar chiroyli qilib beramiz. Dastavka xizmati ham mavjud. 12 ta viloyatga BTS pochta orqali chiqazib beramiz. Keyingi iPadimiz M4 90 yomkisligi. Buni $800 qilib beramiz. Korobka dokumenti bor. Mana arzonroq M4 13 dyuymli kerak bo'lsa, 8 ga M4imiz ham bor, okalar. M4 arzonchisi ham kelgan. Arzoncha M4 kerak. PUBG'da maza qilib o'ynayman deganlar uchun stream qilsanglar ham bo'ladi, okalar, stabilni ochib beradi. 10 yil ishlata olasizlar. Chunki 2018larni biz hali ham sotib chiqqaniga 8 yil bo'lgan, 120 FPS ochadi. Bu M4larda ham notebookdan ham kuchli chip qo'yilgan. Yomkisi 88, 256 pamyat, korobka dokumenti bor, 120 stabilni ochadi. Narxiga kelgan bo'lsa $699 qilib beramiz, okalar. Keyin mana bunaqa telefonlarimiz ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, Telegram kanalida hammasini narxini qo'yib chiqamiz. Mana bunaqa raritetniy telefonlar ham bor, ko'pchilik ko'rmagan. Samsung Galaxy Note 5. Отпечаткалari hali ham ishlaydi, okalar. Nima deyapti bu? Ekranlarni qaranglar, tozaligini. Bitta ham dog' yo'q. Mana shunaqa kamyob kolleksionniy telefonlar ham bizda bor. Okalar, uning uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalida hamma aktual narxlarni qo'yamiz. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. E'tiborli uchun rahmat.